Gentra narxlari necha pul bo'lyapti? 2-noyabr sanasi bilan 2025 Gentra narxlari qancha bo'lyapti, nima bo'lyapti, hammasini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Sunnatbek do'stlar. Bugun haftaning yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Gentra qatorlaridamiz. Gentra narx-navolarni sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Video boshidan bir dona like bosib qo'ysanglar, biz sekin syomkamizni Marat akaning mashinalaridan boshlaymiz. Like'larni ayamasdan bossanglar, biz sekin boshlab olamiz. Qani bo'lmasa, mana Marat akamizni o'zlari assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormisiz? Dugonalar bormisiz? Omonmisiz deydi. Assalomu alaykum. Muxlislarim, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Sog' salomat. Xonadoninglar tinchmi? Sog'misizlar? Mana bugun yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. 2-noyabr. 2-noyabr, ha? 2-noyabr. Xudo xolasa yil ham oxirlab qoldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'sh, endi azizlar, hozir Sergeli mashina bozorimizda hozir aslamnoy savdoda qora bayrlar. Qora bayr deganda nima degani? Qora Gentralar ketyapti. Aslamnoy trendda. Talab hozir faqat qoraga bo'lyapti. Shuning uchun men ham talabga qarab sotaman. Qora olib chiqqanman, ko'p qoralar olib chiqqanman bozorga. Bitta ko'rsatishingiz mumkin mana. Narx-navolarda qanday vaziyatlar? Narx-navolar o'sha, lekin unaqa ko'tarilib ketmagan. Endi besprabey olaman desa, men besprabey sotmayman-ku. Besprabeylar hozirgi kunda 18500 bo'lyapti qoralar. 18000. Oqlari 18000 bo'lyapti. Yurmagan, hech narsasi yo'q, navrot qilinmagan besprabey. Ular 18500 bo'lyapti qoralar. Endi bizda aslamnoy kam yurgan, shuni qoralarni kam yurganlari bor. Tayyor endi 5000, 10000, 15000 mana shunaqa yurganlari bor. Ana nima deydi? Olgandan keyin ana pul xarajat qilmaydi. Navrot qilinganda hammasi. Endi bank qilsa ham bo'ladi bularni. Bank deydi taxminan shu 5000 bilan chiqsa kerak. 5000. Taxminlar 5000 boshiga kerak bo'ladi. Nominglarga oformit qilib beramiz. Oyma-oy to'lab yurasizlar. Misol uchun puli kamlar uchun bu o'zi. Endi ko'pchilik misol uchun pulimni yig'ib ololmayman. Agar deydi, mana shu mashina olsam mas'uliyat sezaman deydi. Mas'uliyat harakat qilaman deydi. Lekin tavsiya beraman, naqdga olinglar. Iloji bo'lsa, naqd boshqacha. Endi keling, mana obzor qilamiz, yo'qmasa ko'p olmaymiz. Bir 6 ta 7 tasini qo'yamiz, xo'p? Vaqt cho'zilib ketib anaqa bo'lmasin. Bu yerda nimalar ham bor-da? Keling. Mana 24 10000 yurgan. 10000 gazlari bilan. Metan gazlari bor ekan mana, qarang. Metan gazlari bor, 10000 yurgan. Kraskalari top-toza. ABS'lar zavodskoy. Pult, signalizatsiya. Malibu ekan pult. Malibu pult. Amerikanka faralar qo'yilgan, yengga. Va alaykum assalom, yaxshimisan aka? Xo'sh, mana yaxshi balonlar. Zodakmi? Zodak. Xo'sh, shumkasi, mana krilo, eshik, tom, hamma yog'i bo'lgan, kapot, polniy, golli kuzovga shumka qilingan. 4 ta eshik bo'lmagan, ha? Yo'q, polniy bo'lgan, 4 ta eshik emas, polniy bo'lgan. Endi qarang, navrotda qilingan ishlar, Malibu rul, Malibu bar, Malibu mafon qo'yilgan, Tesla deydi-ku. Xo'sh, radarlari bor ekan, kameralari ham bor ekan. Polik, chexollar. Mana Malibu salon deganda, mana shu chexol bo'ladi-da, mana shu polik bilan. Mana Malibu chexol bo'ladi-da bu. Tayyor mashina. Olib bo'lib turibdi, chexollar. Olibdek bo'ladi-da. Keyin qarang, bu mashinamizning qirilgan, chizilgan naqalari yo'q. Ko'ngilni xir qiladigan joyi yo'q. 10000 yurgan, optra faralar qo'yilgan, orqa chirog'iga mana gazlarimiz ham yangi gaz. Ko'ryapsizlar? Gazli so'raganlar. Gazli so'raganlarga-da, endi bir xillar gazsiz ham xohlaydi. Ya aka deydi, benzinda yuraman deydi. Xo'sh, mana zapaskalarimiz ham tushmagan ekan. Zapaskalar ham tushmagan ekan. Hidlari bilan turibdi. deb. Mana kameralari ikkitalab ekan.
ikkitalab kameralar qo'yilgan. Bagajlarimiz ham shunga bo'lgan. Mana shu mashinani bitta ko'rsatib ketdinglar, ana arzonchi mana anaqalarga, muxlislarga bo'ladi-yu, ana arzonrog'i yo'qmi deb, lekin mendan emas. Bu egalarining nomerini hozir qo'yib beraman sizlarga. 2009-yil Gentra qilingan. Ana nima deydi? Lasetti Gentra. Ha, Lasetti Gentra qilingan. Endi bu navrot qilingan ekan. Endi navrotlarni sanab beramiz, qarang. Amerikanka faralar qo'yilgan ekan bu mashinamizga. Balonlar qo'yilgan ekan. Tonirovkasi 10 oy dedilar. Glyansoviy stoykalar qilingan ekan. Gazlari bor. 2009-yil mana 1.8 motor, avtomat, Malibu rul, mana ko'ryapsizlarmi? Malibu bar. Ana kolonkalarini ko'ryapsizmi? Ishida va mana stoykalarda kolonkalar qo'yilgan. Tablolar ham o'sha. Tablolar hamma yo'ni o'zgartirilganda. Yaxshi chuqurlar qo'yilgan. Probegimiz qancha yurgan edi? Ha, narsa bor ekan, mayli. Xo'sh, gazi bor mana. Gazi bor. Gazi bor. Gazi bor. Qancha yurgan edi? 250 ming. 250 ming yurgan. Yangi motor qo'yilgan. Ha, yangi motorlar qo'yilgan, ana haydashga tayyor qilib qo'yilgan, xullas. Oladi, minadi. Narxi ham lekin arzon. Narxi ham. Narxiga kelsak, Nech pul ekan narx? 2009 Gentra qilingan, 250 ming yurgan. Narxini 8,5 ga berib yuboramiz. 8,5 ga. Telefon raqamini aytib yuborasiz? 50 720 50 720 qilingan narsalar. 4 Mana nomerlari. Va nima qilingan bo'lsa hammasini yozib qo'ygan ekan. Mana yozilgan mana shu yerga. Hamma nimalari yozilgan. Navrotlar. 6000 dan oshib ketgan Navro'tiga. Navro'tigami? Mana ko'ryapsizlarmi? 6000 ga 1.8 motor ekan. 1.8 motor. 8,5 ming ekan narxi. Navro'tiga ham ancha-muncha pul qilgan ekan lekin haqiqatda. Anaqa gerbiy labovoylar ham qo'yilgan ekan bu mashinamizda. Ha, endi bu mashinaning kraskasi qanaqa desanglar, endi nima desa bo'ladi? Gentra qilinganda krilo alishadi, kapot alishadi. Bilasizlar? Mordasi anaqalar chiroqlari to'g'ri kelmaydi-yu, Lasetti birga. Shuning uchun shu kapot bilan krilo alishtiriladi, Gentra qilingan. 8,5 mingga men o'ylashimcha yaxshi narx bo'lar ekan. Zo'r. Egalariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mendan emas, mana egalari o'zingizlar gaplashib, baraka qilaverasizlar, akalar. Endi xo'p, keling, men bunga o'taylik. 24 ha? 24 ha. Buni qancha aytdik? Narxini aytmay o'tib ketdik buni. Qasini? Ha, keling, buni narxini aytmadim. 10 ming yurgan narxini 16 mingga berib yuboraman. 16 ming. 16 ga berib yuboraman. Endi qarang. 16 ming yurgani manzam bor ekan. 16 ming yurgan. Qarang, Delcor akkumulyator qo'yilgan ekan bunga. ABS, bu benzinda. ABS zavodskoy. Amerikanka faralar qo'yilgan ekan. Balon. Ha, shunga ham bo'lgan ekan. Balon nima, qanaqa balon? Charonxonmi? Yaxshi balonlar qo'yilgan ekan. Charonxon. Gerbiy labovoylar ekan. Bunda ham pultlar Malibu ekan. Salon glyansoviy stoykalar ham qilingan ekan mana. Glyansoviy stoykalar ham qilingan ekan mana. Bu ham Malibu salon ekan, a? Malibu salon. Rol. Ha, Malibu, endi Malibu salon deganda bir xil bo'ladi-da, hamma. Malibu rul bo'ladi, Malibu bar bo'ladi, shu mafhum bo'ladi Malibu. Xullas, mashinamiz top-toza. 16 ming yurgan, 16 ming yurgan, ha. Mashina ideal holatda. Og'irgina kapoti. Mana, zapaskalar ham tushmagan ekan. Zapaskalar ham tushmagan ekan. Optra faralar ham qo'yilgan mana. Yangi. Narxini 16 mingga beraman buni ham. 16 ming. Narxi bir xil bo'ladi-da bularni endi. Yangida navrotlar qilingan tayyor. Kraskasi yo'q, top-toza. Yana qaysi? Xo'sh. Keling, men buni ham olaylik. Bu ham benzin. Ha. 4 ming yurgan ekan. 4 ming. Masla deyiladi-da. Masla deyiladi bu. 4 ming yurgan. Pastga tushib ketyapti probegimiz. Ha, endi pastga qarab ketyapti. ABS zavodskoy. Amerikanka fara qo'yilgan. Bu mashinamiz ham shunga bo'lgan ekan. Qo'nli shunga bo'lgan ekan.
Aha, tomlarigacha bo'lgan bu ham. Optira faralar qo'yilgan. Optira faralar qo'yilgan ekan. Mana bunaqa ham qilingan. Nima deydi? Salafan, laminatsiya deydimi? Laminatsiya ham qilingan ekan. Mana salonlari. Bu ham Malibu salonda. Malibu salon bir xil bo'ladi mana. Ko'ryapsizlar? Kamera, hamma narsasi bor. Buni qancha Narxi 16 mingga berib yuboraman buni. Bu ham 16 ming. 16 ming. Hammasi bir xil narxda menda. Chunki probeg kam probeg bo'lgandan keyin narxlar bir xil bo'ladi-da. Mana bu yerda petnosi bor ekan, qarang. Mana bu yerda nima deydi buni? Kalinka deydimi? Mana bu yerda Faqat shu joyda. Ha, laminatsiyasi ham bor ekan. Ikki yog'ida laminatsiya bor. 4 ming yurgan. Navrotini o'ziga normalniy pul qilganda bularga. Minuchiga zo'r-da, bular bildingizmi? Qoladi, misol uchun harakat qilmaydi-da. Endi anu petno uprasi kraskaga kirmaydi. Tashti kraskaga kirmaydi. Xo'sh, yana nima bor ekan? 7 ming bor ekan. 7 ming dollar. 7 ming, yo 7 ming dollar. Voy, ABS заводской, xo'sh, akkumulyator yangi qo'ygan ekan. Xo'sh, Amerikanka faralar, ballonlar ham yangi ekan. Ballonlar ham yangi. Qiziqtirib qo'yapman. Ha? 7 ming deb qiziqtirib qo'yaman. 7 ming yurgan. Bez gaz bu, bez gaz. Bez gaz. Ha, bez gaz. Suv bo'ladi. Bu ham shumka. Bu ham shumka. Anaqalarini ham aytaman. Glansli stoykalar, ko'rasizlar o'zini. O'zani matviy bo'ladi-ku. Keyinchi bu matviy bo'lsa-chi, issiq sovuqda bilan o'ynab ketadi, bilasizmi? Shuning uchun ko'pchilik alishtirib tashlaydi buni. Ko'pchilik alishtirib tashlaydi. Endi men glansli chiroyli turadi-da. 7 ming yurgan, bu ham Malibu salon. Oy, radarlari ham bor ekan, qimmat radarlari ham bor ekan. Kamera. Xullas, mashinalar ideal mashinalar. Kraskalari top-toza. Luk, hamma narsasi bor. Optira faralari bor. Optira faralar, kameralari bor. Gazi yo'q, ha. Gazi yo'q. 7 ming yurgan narxi. Buni ham 16 mingga berib yuboraman. 16 ming. Ha, 16 mingga berib 10 ming yuboraman. yurgan bo'lsa ham, 4 ming yurgan bo'lsa ham 16 ming. Ha, endi bu 7 ming, 8 ming, 10 ming bu probeg emas-da, narxi bir xil bo'ladi. Endi xohlaganini olaveradi, misol uchun. Oluvchi xohlagan 7 mingni oladi. Misol uchun bir xil aytadi-da, "Yo, menga deydi 7 ming yurganingiz yoqmadi" deydi, 10 ming yurganingiz yoqdi deydi. Bildingizmi? Qulflasangiz ochildi. Shunaqa. Ochsangiz yopildi. Mana yo'qni bosib qo'yganman-da, kalitni yopsangiz nima yopiladi? Men hozir navrot qilib qo'ydim-da, unisini bos. Qulflasamda ochiladi. Shunaqa qilib qo'yganman. Qo'y. Bu gazlini qo'ydingmi? Bu qancha yurgan ekan? 5 ming yurgan mana. Mana yana pastlab ketyapti. Yana pastlab ketyapti. Bu mana pultimi? Ana qarang, buncha gazlari bor ekan, metan. Voy, buni metan gazlari bor ekan buni ham. Bu ham polniy navrot ekan. Shuni video olaman, maylimi akajonlar? Qarang, qilingan ishlar. Amerikanka faralar qo'yilgan ekan bunga ham. ABS, luk, yangi ballonlar. Hammasi yangi ballon. Yangi ballonlar. Endi yangi mashina-da bular. Yangi mashina-yu. Qarang, shumkasi, buni ham shumkasi bor. Polniy tomlar. Mana yana bu ham shunaqa ekan, glansli stoyka. Masalan, shu video olay qilsam maylimi? Qaranglar, mana bu ham glansli stoyka ekan mana. Glansli stoyka. Mana. Malibu rul, Malibu bar. Endi bir xil bo'ladi-da, bular Malibu salon deganda mana bir xil bo'ladi. Ko'ryapsizmi, chexollar ham bir xil-da, bashli. Endi trendga chiqib ketganda bu chexollar hozir. Trendga chiqib ketgan. Malibu chexol deydi-yu. Xo'sh. Akajon, shuni video oling, maylimi akajon? Ana qaranglar, o'rtoqlar, 4-paketli gazlari ham bor ekan mana. Ko'ryapsizlarmi? Yangi. Optira faralar qo'yilgan. Bunda ham kameralar. Video registrator. Ha. Bu o'zimni narsalarim. Oldin bilamidingiz, chimadan bo'ladi. Ko'pchilik kommentariyada yozib, chimadan ichida nima bor marataga ko'rsating. Endi u chimadan yomon bo'lib ketganiga hozir korobkaga qo'yapman. Balon qoraytiradigan, latta, mayda ichida narsalar-da. Bu qancha? Xo'sh.
Buni 16,5 ga beraman. 16,5. Hmm. Bu sal oshdi. 4000 yurgan gazsiz. Ha, gaz bo'lgani uchun. Ha. Buni gazi bor-da 4-pokoleniya. Misol uchun hozir 16 ga olsa, bez gazi 400-500 ga gaz qo'yadi. 16,5 ga aylanadi. Endi bu Borish kelishi, bola battarish. ha. Shuning uchun endi bu tayyor. Tayyor bo'lgani uchun 500 bunga qo'shiladi. Gazi borligi uchun. Gaz 4-pokoleniya yangi gaz. Eski gaz ko'pchilik misol uchun bir xil gaz taqib sotadi. Yo'q, unaqa emas bu. Egalari qo'ygan bu gazni. Yurgan bo'lsa 5000 ni qancha u? Ko'p ham yurmagan-da bular gazda. Xolisi gazda yuradi, xolisi benzinda yuradi. Kimga Ular qaysi shunaqa, ma'qul kelsa? qaysi ma'qul kelsa. Joyimni bilasizlar, mana bu Cobalt yonimizda mana bu. Mana bu Showkat avto mana. Ha, Showkat avtoni yonida mana Marat avto. Marat avto. Joyimga kelganinglarda mana shu bannerni ko'rib kelaveringlar. Mana shuni tagida. Nomerlarim bor mana 98lik 128 57 97 raqam. Marat aka deb qo'ng'iroq qilib kelaverasizlar. O'zim shu yerdaman. Mashina bozorimizda dushanbadan tashqari har kuni ishlaydi. Shanba, yakshanbani kutib o'tirmanglar. Kelaveringlar. Dushanbadan tashqari. Bank ishlamaydi shu yakshanba. Endi banklar ishlaydi. Endi dushanba bozorimizda dam oladi. Tozalash kuni bilasizlar. Qancha? Seshanbadan kelsanglar. Men o'zim ham shu yerda bo'laman. Har kuni chiqib olmanda. Ha. Endi uzoq naqalardan kelishadi mana. Musofir yurtlardan kelishadi. To'g'ri uchib kelishadi. Aka, to'g'ri oldingizga kelyapman. Sizdan mashina olib uyimga olib ketaman. Sirazi. Anaqa surpriz qilaman. Uydagilar bilmaydi deydi. O'shanga deydi, dadamga, o'zimga deb anaqalar nomerga olib kirishadi-yu. Shunaqalar qildirib beraman-da yozdirib. O'shanga kelaveringlar azizlar. Bo'lsa. Men o'zim shu yerdaman, xizmatdaman. Xudo xolisa videolarni ko'rib, oxirigacha ko'rayotganinglarga rahmat. Mana Sunnatbekga ham kattakon rahmat. Mana issuvni issiq demay, sovuqni sovuq demay videolar olib kelib Marat aka video qilaylik deydi. Baraka toping siz ham. Like'larni bosib, podpiskalarni bosib, obuna bo'linglar. Videolarimni kuzatib boringlar. Instagram kanalim bor. Instagram kanalimga obuna bo'lsanglar ham bo'ladi. Mana Instagramga Marat aka deb yozsanglar, profilim bilan shunda chiqib keladi. Shunda obuna tugmachasini bosib qo'ysanglar bo'ldi. Har kunga videolar qo'yib boraman yerda. Sotilganlar. Ha, sotilgan, har xil muxlislar keladi. Qozog'istonlardan, Qirg'izistonlardan rasmga tushib ketgani keladi aslan. Shu. Bo'lmasa shular. Ha, shunaqa. Endi bu yo'ladigilarni yana qo'shsak hozir vaqtimiz yetmay cho'zilib ketib qoladi. 20 minut bo'ldi shu ham. 20 minut bo'lib qoldimi? O'shanga tomon hozir yana bir 40 minut bo'lib ketadi. Shuning uchun qisqaroq obzor qildim. Qolgan mashinalarimni qo'ya olmadim. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga omad ishinglarda. Sizga ham rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.